Yo, hammalarga salom, sizlar bilan men Mirsayed. Короче, bugungi videoda sizlar bilan birgalikda biz Minecraftdagi top 5 ta modlarni ko'rib chiqamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu bizning birinchi modimiz. Hozir kamerani to'g'rilab olay. Короче, birinchi videomiz bu kompotning qishlog'i. Hozir sizlar bilan birgalikda biz ko'ramiz. Qani ketdi. Xo'p. Mana ko'rayotganinglardek, bitta blokigacha даже o'zgarmagan. Bu juda ham zo'r, bu juda ham vashshi zo'r bu. Bu modlarni men o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Albatta like bosinglar, kanalga esa obuna bo'linglar. Ko'rayotganinglardek, hammasi даже bitta uylargacha qolib ketmagan. What? Bro, what are you talking about? Короче, qaranglar. Vashshi zo'r bo'lyapti. Videoga like bosish kerak va kanalga obuna bo'lib qo'yish kerak. Telegram kanalim esa kommentda yoki ссылка описаниеda va kommentariyda bo'ladi deydi-ku. Bizning bu ikkinchi modimiz. Bu esa F5 modi. F5 modi ko'rayotganinglardek xos. Mana bu enable settings overlay'da bosamiz va mana bunaqa F5 modi kirib keladi bizga. Sort person короче o'shalar. Bu ham meni Telegram kanalimda qaranglar. Buni даже foul, ya'ni kamerani uzoq va yaqindan ko'rsa ham bo'ladi. Mana shular bilan o'ynash juda ham ajoyib. Menga vashshi yoqdi lekin. Bu serial uchun zo'r. Mana qaranglar. Vashshide. Mana shunaqa seriallar ham olsa bo'ladi. Bu modam meni Telegram kanalimda. Bo'ldimi? Xo'sh, bizni bu uchinchi modimiz. Bu esa xuddi kompotni qishlog'ida yashagandan keyin uni qishloqlari ham bo'lish kerak deganday. Mana shunaqa qishloqlar ham bor. Mana qamoqxonada yashovchi, tabassumli qishloqi, o'g'ri qishloqi, mana bu politsiya. Bu esa millioner. Короче, bu millioner bo'lgani bilan baribir robotga o'xshaydi, qaranglar. Bu esa daraxt kesuvchi. Psix qishlog'ini lekin qo'ymayman, hozir qo'yamiz. Birinchi kreativga o'tish kerak. Yana survivalga o'tib qoldimmi, kreativ. Mana qaranglar, pastga tushamiz. Tuxumlar bo'limiga kiramiz. Kopnikmas, politsiya shito. Hop. Psix qishloq mana. Hop, qaranglar. Psix qishloq prям maniakka o'xshaydi. Yo, bu maniak emas, prям maniak o'zi. Hop, ikkinchi qavatga chiqamiz. Bu esa bomsh, prям Rederdga. Jahldor bir g'alati, lekin umuman qo'rqinchli emas. Seriallar uchun, hamma seriallar uchun. Noob, burni yo'q. Qaranglar. Короче, buni qaranglar-da. Menga qara. Qaranglar, burni yo'q. Bu esa kulgili. Hamma seriallar uchun ochgili. Buni mer qilsa bo'ladi, mer. Bu esa yig'loqi. Bu esa qo'rqoq. Vashchi qo'rqoq. Qo'rqoqli qo'rqoq. Короче, mana. Короче, bu mod juda ham tez uzun bo'lib ketdi, shuning uchun men buni tezroq qilishga qaror qildim. Короче, hamma aloqalar sinab ko'rdik. Короче, mana tualetga chiqdi. Ko'rdinglarmi? Mana bu kompyuter ishlaydi. Mana bular, короче, hammasi mebel modlari, hammasi ishlaydi. Bularni hammasi men Telegram kanalimda o'zlaring bemalol aloqa qilib olasizlar. Nima deyapti? Esimdan chiqib ketdi, gapim makillab qoldim. Hop, o'zlaringiz yuklab bemalol o'ynaysizlar. Hop, mana rotor bu. Bu esa kompyuter. Mana yonib o'chadi ham.
Короче, videoni ozgina tezlashtirib yubordim chunki o'zlaringizlar tushunayotganingizlardek mana shuncha har xil modlar bor. Ana videoni sifati ham yaxshi bo'lishi kerak. Hozir buni megabayt ko'payib ketdi. Agar videoni yuklamoqchi bo'lsangizlar, umuman ana bo'lmay qoladi. Короче, mana ko'rishingiz mumkin. Hammasini bittalab sinab ko'rganman. O'zlaringiz ko'rib olingizlar mana. Hamma narsa ishlaydi. Короче, o'zlaringiz tushunasizlar. Meni telefonim ozgina kuchsiz, shuning uchun o'zlaringiz tushuningizlar. Yana bularni hammasini men o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Ссылка описаниеda va kommentariyada bo'ladi. Короче, bu videolardagi modlarni hammasini men o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.